Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzama, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizda mana navbatdagisi ulug'larimizning sirlari. Islomimiz tarixida yashab o'tgan ulug' ajdodlarimizning shaxsiyatlari haqidagi darslar. Ularni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan sirlar haqida bahs qilamiz. Ko'pchilik yoshlarimiz bu ulug'larimizni ismlarinigina biladi. Ularning qilgan ishlari, ularning mehnatlari, ularda qoldirgan ulkan meroslaridan xabari yo'q. Bugungi suhbat qiladigan mavzuyimiz Imom Jalil Abu Zakariyo Muhyiddin Sharaf an-Navaviy rahmatullohi alayhi haqida bo'ladi. Shofi'i Ash'ari. Imom Navaviy bu kishi Shofiy mazhabida bo'lgan, aqidada Ash'ari maktabida bo'lgan. Ilm bilan mashg'ul bo'lgan musulmon borki, uni uyida albatta Imom Navaviyni bitta bo'lsa ham kitobi bor. Imom Navaviy. Imom Navaviy haqida so'z ochar ekanmiz, birodarlar, Alloh taoloning qabuliyati qanday bo'lishligini ko'ramiz. Alloh bir bandadan uni qilayotgan amalini qabul qilganligini faqat o'zi biladi. Ammo ulamolar aytadi, shu qabul qilayotganligini alomati bor. Shu alomatlardan bittasi odamlarning qalbida qabuliyat ochiladi. Odamlarning qalblaridan joy oladi. Odamlarning orasida bu insonlarning qilgan amallari yoyiladi. Va odamlar bu kishidan olgan narsasidan foyda topadi. Imom Navaviy mana shunday bir Allohning valilaridan ediki, u kishining qilgan ishi o'zini asradagilarga ham foyda qilgan, yer yuzida tarqadi musulmonlar orasida, hozirgi kunda ham foyda qilyapti birodarlar. Inshaalloh qiyomatgacha musulmonlarga foydasi tegadi. Demak, Alloh bir bandadan amallarni qabul qilayotganligining bitta alomati odamlarning qalbiga yo'l ochilishligi. Ahli ilmlardan ko'pchiligi muhaddislar arba'iniyat 40 talik hadislar majmuasini ko'p yozgan. Arba'in ahadis nabaviyya, arba'in ahadisul qudusiyya, juda ko'p ulamolar 40 tali hadislarni to'plab yozishgan. Payg'ambarimiz aytganlar, kim meni ummatim uchun 40 ta hadis yod olsa, qiyomat kunida shu ummatimga shafaatim bo'ladi degan. Shundan kelib chiqib turib ulamolar juda ko'pligi 40 tali hadislar jamlagan. Lekin Imom Navaviyni ham mana shu arba'iniyatlarda o'zining hissasi bor. Arba'ina Navaviyya deb 40 tali hadisi bor. Bu to'plamda o'qimagan ahli ilm bo'lmasa kerak. Arba'ina Navaviyya musulmonlar orasida shunga keng ko'p tarqadiki, xuddi boshqa arba'inalar bo'lmaganidek. Imom Navaviyning mana shu kitobi birodarlar butun yer yuzi bo'ylab musulmonlarning qo'lida tarqab ketdi. U kishini mo'tabar kitoblarda yana bittasi Riyoziz Solihin. Solihlarning bog'i, solihlarning gulshani. Har bitta musulmonning uyida Qur'on bor, mushaf, yonboshida arba'ina Navaviyya bor. Demak, bu kishini Alloh taolo amalini qabul qilganligi bu dalil bo'ladi. Birodarlar, mana shu talab ilmlarga tavsiyamiz Imom Navaviyning mana shu Riyoziz Solihin kitobini o'qiylik. Hamma hadislar ichida sahih va bir chiroyli bir tartib bilan boblab qo'yilganki, unda fiqhga taalluqli, aqidaga taalluqli, oxir zamon alomatlariga taalluqli, umuman siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan ilmlarda hammasi bob qilib joylab qo'yilgan. Birodarlar, mana shuncha ilmda ummatga foydali qilib qoldirib ketganligi Imom Navaviyni ixlosiga, u kishini barakatiga dalolat qilmaydimi? Imom Navaviy kim edi? Suriyaning Xoronida Navo deb nomlanadigan shahar bor. Imom Navaviy mana shu joyda 631-hijriy yilda dunyoga keldi. Shuning uchun Imom Navaviy deb turib shu joyga nisbat qilindi. 19 yoshida Damashqqa ko'chib ketgunga qadar mana shu joyda yashab turdi. Imom Navaviy ilmga qattiq berilgan inson edi. O'zi haqida aytadi. Diqqat qilib turinglar, talab ilmlar. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiyotganlar. Diqqat qilib turinglar, universitetda meditsinani, arxitekturani, yurisprudensiyani o'qiyotganlar. Talab ilm qanaqa bo'lishligini. Alloh yorlaqagan, Alloh qo'llagan, ixlosli talab qanaqa bo'lishini ko'rib turinglar. O'zi haqida aytar edi Imom Navaviy, har kuni shayxlarning sharh va tasihdan iborat 12 ta darsiga hozir bo'lar edim. Vasitdan 2 ta dars, muhazzabdan bitta dars,
islohul mantiqdan bitta dars, lug'atdan bitta dars, tafsirdan bitta dars, usulul fiqhdan bitta dars, asmoi rijoldan bitta dars, usulul dindan bitta dars. Har kuni 12 ta darsda qatnashar edi. Kuniga 12 soat dars o'qib, 7 yil uzilmagan. 7 yil tinimsiz 12 soat har kuni dars. Bu qanaqa sabr, qanaqa toqat, qanaqa Allohning bir qo'llashligi. Biz kimlar haqida dars o'qiyotganimizni bir mulohaza qilib ko'raylik. Qaranglar qanaqa odamlar bo'lgan. O'shuning uchun ularning ismi tarixda qoldi-da. Qarang, mana shu tartib bilan birodarlar 7 yil uzluksiz 12 soat darsda qatnashdi. Endi bundan tashqari Sihoh sittani yod bilgan u kishi. Nechta hadis bilasiz? So'rab ko'ring-da o'zingizdan. Yoddan. Imom Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja, Nasoiy Sihoh sittani yoddan bilgan. Imom Malikning Muvattosini yoddan bilgan. Imom Shofiyning Musnadini yoddan bilgan. Imom Ahmadning Musnadini yoddan bilgan. Ha bu ensiklopediya-yu bu. Bu o'zi butun bir jamiyatul islomiya-yu bu. Lekin 45 yil umr ko'rgan bu kishi. Alloh umriga barakot bergan. 45 yil. Imom Navaviyning qo'lida son sanoqsiz olimlar, hofiz Qur'onlar, boshliqlar ilm o'g'irgandi. U kishining qo'lida juda ko'p kishilar faqih bo'lib tarbiya topdi. Yer yuzini turli qismidagi musulmonlar Imom Navaviyning kitoblaridan ulkan foyda olishdi va hozir ham olishyapti. Birodarlar, u kishilar kitob o'qidi deganimizda bizga o'xshab bir qator kitobni o'qib qo'ymagan. Eshitib turing, kitobni qanday o'qiganligiga bitta so'zini misol qilamiz. Kamol al-Asfaviy o'zini Al-Badr nomli kitobida shunday deydi. Imom Navaviy Al-Vasit kitobini naql qilishda munoqasha qilindi. Al-Vasit Shofiy mazhabiga taalluqli kitob, Abu Hamid G'azzoliy yozgan buni. Imom G'azzoliy yozgan. Shu Al-Vasitni qanchalar bilasiz degan ma'noda munoqasha qilinganida Imom Navaviy aytdiki, sizlar men bilan Al-Vasitda munoqasha qilasizlarmi? Vallohi men uni 400 marta mutolaa qilganman dedi. Butun boshli Al-Vasit kitobini 400 marta o'qigan ekan. Biz 20 ta kitobni bir marta o'qib bittadan o'qiganmizmi? 30 ta kitobni bir martadan o'qiganmizmi? O'shuning uchun akalar, hum rijal va nahnu rijal. Abu Hanifa ham, Imom Shofiy ham, Imom Navaviylar ham erkak kishi bo'lgan, biz ham erkak kishimiz. Ular ham ilmli bo'lgan, biz ham ilmlimiz deyotganda bu so'zinglar o'xshayapti ilmli deganda so'zinglar. Shularda ham ilmiylar. Sizlar mana shu odamlarda ilmiylar bormi? Imom Navaviy birodarlar Ash'ariy aqidasini ushlagan, Imom Shofiy mazhabini ushlagan. Qozil Quzol Badriddin jamoadan rivoyat qilinadi. Imom Navaviyda uyqusi haqida so'radi. Qachon uxlaysiz, qancha uxlaysiz? Imom Navaviy aytadi, agar kitob o'qiyotgan bo'lsam, uyqu yengishni boshlagan bo'lsa, kitobga shunday suyanib turib, orqada toshaga suyab qo'ygan kitoblarga shunday suyanib, ko'zimni ozgina yumamanda, shu o'zi kifoya qiladi deydi. Imom Navaviyning uyi Ravohiya madrasasidagi bir kichkina hujra edi. Bu Damashqda Ummaviylarning jomiyasiga yopishtirib qurilgan bir jomiya edi. Mana shu joyda istiqomat qilgan. U kishi bitta xonada yashagan, kichkinagina xona, shunaqa kitoblar bilan to'lgan. Tashchalarda ham, ana shu stolning ustida ham, yerda ham kitoblar shunday to'ldirib turardiki, tinimsiz kitob o'qirdi bu kishi. Agar xonasiga bironta odam ziyorat qilgani kirsa, yerdagi kitoblarni surib turishlik kerak edi o'tirishligi uchun. Shu darajada kitob bilan mashg'ul edi u kishi. Imom Navaviy uylanmagandi birodarlar. Ammo u kishi o'zidan keyin farzand qoldirmagani bilan o'zidan keyin mana shunday bir ulkan ilmni qoldirdiki, u sabablik bu ulug' shayxning ismi hali hanuz hurmat bilan zikr qilinadi musulmonlarning tilida va qiyomatgacha inshaalloh zikr qilinadi. Imom Navaviyning kitoblaridan eng katta ta'lifotlaridan Al-Alim kitobi, Majmu' kitobi, Sherozining Sharhul Muhazzabi, Ravzatut Tolibin, Minhajut Tolibin, Imom Muslimning sahihiga yozilgan sharh, eng zo'r sharh mana shu bo'ladi. Sahih Muslimga yozilgan sharh. Bostonul Orifin, Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an, Imom Shofiyning manoqiblari, Arbauna Navaviya, Riyozus Solihin, Azkor. Agar bu kishini
yozgan kitoblarni hammasini bittadan atini aytib chiqamiz desak, birodarlar, bitta darsimiz kifoya qilmaydi. Mana shu Al-Azkor kitobi haqida aytadi, zikrlar, duolar. O'zini dindor sanagan kishi bu kitobdan behojat bo'lmaydi deb aytar edi. Ya'ni kunda o'qiladigan duolar, zikrlar, virtlar. Bu kitoblarni bari, birodarlar, Imom Navoiy o'zini qo'li bilan yozgan daftarlardan 1000 tasini o'chirishga buyurgandan keyin qolganlari shuncha. 1000 ta daftari bo'lgan katta-katta daftari yozgan narsalarni o'chirishga buyurgan ekan. Nima uchun? Nima uchun? Mana shu vazifani bajargan Imom Navoiyning shu buyrug'ini bajargan Ibn Attor aytadi. Imomning buyrug'iga xilof qilmasdan daftarlarni o'chirdim, 1000 ta daftarini. Ammo qalbim hasrat alamda qoldi deydi. Nima uchun o'chirgan edi? Imom Navaviyning nazarida puxta bo'lmagan edi. U kishining nazarida kamchiligi bor narsalar edi. 1000 ta daftarni yozishni o'ylab ko'ring, birodar. 1000 ta daftar, birodarlar. Shuning uchun o'zimizni ustun qo'yayotganda, o'zimizni bilimli sanayotganda bo'ladi kimligini ko'rib qo'yaylik. Kimlar bilan o'zimizni tenglayotganimizni bilib qo'yaylik. Endi Imom Navaviyning ilmi qanchalar yuksakligini tasavvur qiling va mana shu ilmni daftarga tushirishlikka ketgan vaqtini qanchaligini bir fikr qilib ko'ring. Imom Navaviyning kitoblari hadis, fiqh va boshqa ilmlar ustida edi. Alloh taolo u kishining kitoblariga g'ayrioddiy qabulni ato etdi. Imom Navoiy uylanmagan edi va mana shu narsa shuncha ilmni o'qib o'rgatishligiga yordamchi bo'ldi. Ha, o'zi uylanishlik kerak, payg'ambarimizning sunnati, tavozun bo'lish kerak, lekin bu kishi uylanmagan ekan. Ammo uylanmaganiga yarasha, birodarlar, farzand zurriyot qoldirmaganiga yarasha shunaqa ilm qoldiribdiki, mana shu paytgacha nima qilyapmiz? Ismini yaxshilik bilan zikr qilib kelyapmiz. 1000 yil bo'libdi salkam bu kishining o'tganiga. Yeyish ichishiga ham qattiq e'tibor qilmas edi bu kishi. Faqir edi. Hech qachon ikki xil ovqatni o'tirib bir marta yegan emas. Go'shtni bir oyda bir tanovul qilar edi. Hayoti ilm uchun edi. Boshqa narsa uchun ovora bo'lganida mana shuncha ilmga ega bo'lib qoldirib ketgan bo'larmidi? Yo'q. Bir kunda bir mahal ovqatlanar edi. Xuftondan keyin. Ichadigan bir ichimligi bo'lsa, subhdan keyin ichar edi. Boshqa payt kitob. Onasi Xorronning anjiridan yoki uyda pishirilgan biror narsani yuborsa, shu kuni valima bo'lib ketar edi. Ozgina pishiriq kelsa, shu kuni bayram bo'lib ketar edi. Imom Navoiyning yashaydigan joyi madrasani burchagidagi bitta hujra deb aytdik. Aytadiki, 2 yil hujramda yonboshlab yotmadim deydi. Kitob o'qiyotganda uyqu kelib ketsa, shunday ko'zini yumib turib, shunday kallasini qo'yardi kitob ustiga, 5 minutmi 10 minut uxlardi, turardi, shu narsa yana kitobini o'qib ketaverardi. Shuning uchun o'zini ishtihodli, g'ayratli degan ilm talabidagi ukalarimiz bir taqqoslab qo'yaylik. Yerga tushayligini ekan. Ha, ehtimol tengi tushlarimiz ichida zo'r o'qigandirmiz, tengi tushlarimiz ichida zo'r qoradirmiz, lekin ko'rib qo'yaylik. Biz mashalarga taqqoslaylik o'zimizni. Inekin kibrga berilmaymiz. Mana shunday oddiy faqirona kun kechirishi bilan Damashqdagi Darul Hadisul Ashrofiyaning raisi martabasiga yetdi. Imom Navoiy o'zini asrini eng ko'zga ko'ringan ulamolaridan, shayxlardan 20 tasida ta'lim oldi, turli ilmlarda. Ulardan faqatgina ilm o'rganmadi, quruq. Ruhoniyatni, xulqni, odobni o'rgandi. Hanbali olimlaridan Abu Abdulloh ibn Abil Fath aytadi, bir kecha Damashq jome masjidida edim. Shayx qorong'ida bir ustunda olda turib namoz o'qir edi. Yaqinrog'iga keldimda, qaysi oyatlarni o'qiyapti kim deb quloq solsam, astagfirullah, vaqifuhum innahum mas'ulun oyatini o'qir edi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida kofirlarni farishtalarga aytadi, to'xtatib turinglar. Albatta ular hali so'ralguvchidirlar. Dunyoda qilgan ishlari haqida albatta so'roq savol bo'lmasdan turib do'zaxga irg'itilmaydi ular. Shu oyatni tong otguncha takrorladi. Vaqifuhum innahum mas'ulun. Imom Navoiy o'sha umrining avvalida tabobat ilmiga qiziqib qoldi. Tib ilmini o'rganmoqchi bo'ldi-da, Ibn Sinoning Al-Qonun degan kitobini olib kelib, tibni o'rganmoqchi bo'ldi. Aytadi, shu kitobni olib kelib qo'yishligim bilan parishon xotirlik kallamga kirdi. Biron narsani qilishga qodir bo'lmay qoldim. Sababi haqida o'ylana boshladim. Alloh taolo qalbimga ilhom berdi. Mana shu tabobatga kirishganligingdan degan ilhom keldi.
So'ngra shu kitobni olib borib sotdim. Tabobatga tegishli bo'lgan boshqa narsalarni yo'q qildim, yana Alloh taolo qalbimga nurni qaytarib berdi dedi. Imom Navaviy tabobatga kirdi, Alloh taolo olib qo'ydi bu yerga holatni. Ya'ni nima qil? Diniy ilmini o'qiy degandek. Sinovlar. Ulug' insonlarni ulug'ligini bildiradigan ishlardan bittasi ularga sinov kelsa, ularga imtihon kelsa, mana shu sinov imtihonlarda taslim bo'lmaydi, sobit turadi o'zini manhajida. Izz ibn Abdussalamni sultonlarga qilgan va'zi, ularni munkardan qaytarganligini eshitdik, qanday bo'lganligini. Imom Navaviyga ham ana shu zamonadagi mamluklardan bo'lgan podshoh Zohir Beyvars tomonidan sinov keldi. Imom Navaviy bu sinovdan chiroyli suratda o'tdi. Zohir Beyvars Misr yerining sultoni, yana Shomning bir qismiga sulton, xalqdan oladigan solig'iga qo'shimcha ziyoda solig'ini olishi haqida hukm chiqardi. Atrofidagi ulamolardan, mashoyixlardan hukmiga imzo oldi. Ya'ni ular fatvo berishdi. Imom Navaviyga olib kelgan paytda Imom Navaviy qo'l qo'ymadi, imzo chekmadi. Sultonning oldiga chaqirishdi. Sulton so'radi: "Bu hukmni hamma ulamolar qabul qilib imzo chekishib berdi. Siz nimaga imzo chekmadingiz?" dedi. Imom Navaviy aytdi: "Botil fatvo berishibdi sizga. Odamlardan ortiqcha molni olishga haqqingiz yo'q" dedi. Sulton: "Nimaga? Axir men uni davlat ishi uchun ishlataman u. Haqiqatan hali salbchilar bilan bo'layotgan urushlar bor, hali futuhatlar bor. Shunga ishlatishlikka haqqi bor." Imom Navaviy aytdi: "Ha, qo'shimcha molni olishlikka haqqingiz bor, faqat sharti bor" dedi. Nima u sharti? Qani sultonga gapiryapti, podshohga gapiryapti. Birinchidan, Baytul molning ichidagi hamma pul ishlatib tugatasiz. Baytul molda pul qolmagan bo'lish kerak. Ikkinchi sharti: siz o'zingiz, ayollaringiz, joriyalaringiz, mamluklaringiz, amirlaringiz haqinglardan oshchasini olgansizlar Baytul moldan. Shu Baytul moldan olgan oshcha pulni qaytarib qo'yasizlar, shundan keyin odamlardan ziyoda mol olsanglar bo'ladi dedi. Ya'ni o'zingiz va atrofingizdagilar huzur halovatda kengchiligida turib, boshqalardan oshcha molni olishlikka haqqingiz yo'q dedi. Imom Navaviy mana shu haq so'zni sultonning betiga shart aytdi, keyin majlisdan chiqib ketdi. Sulton Beybars aytdi: "Bu odammi?" dedi. "Bu faqihni. Mansabidan olinglar, maoshini ham bermay qo'yinglar" dedi. Do'da odamlar: "Ha, bu kishining hech qanaqa mansabi yo'q, ine bizdan maosh ham olmaydi bu odam" dedi. Beybars tirikchilik nima bo'ladi? Dedi. Otasi yuboradigan narsa bilan tirikchilik qiladi dedi. U kishining tirikchiligi bir mahal ovqat yer edi. Bir mahal ichadigan ichimligini ichardi, boshqa payt kitobi bilan edi. Dunyoga bog'lanadigan hech narsasi yo'q edi, birodarlar. U kishining shogirdi Abul Abbos ibn Farah aytadi: "Shayx Muhyiddin Imom Navaviy 3 ta ulkan martabaga erishdi. Agar ana shu 3 ta martabadan bittasi bitta odamda bo'ladigan bo'lsa, odamlar atrof ofoqdan kelib uni ziyorat qiladigan odam bo'lar edi." Nima edi 3 ta martaba? Ilm va uning vazifalarini qoyim qildi. Ilmni haqqini ado qildi. O'rganishda ham, o'rgatishda ham. Ikkinchi martabasi dunyodan zohid, behojat bo'ldi. Qani oddiy kiyingan, oddiy ovqat yegan. Uchinchisi amri ma'ruf, nahiy munkarni qoyim qildi dedi. Imom Navaviy o'ta haybatli, vaqorli inson edi. U kishidan odamlar haybatlanishar edi. Abu Zakariya Muhyiddin Sharaf ibn Mari an-Navaviyning ilmi xabari atrof ofoqqa tarqadi. Ahli ilmlardan katta bir jamoa ham qila olmaydigan ishni Imom Navaviy yolg'iz o'zi qildi. O'zidan keyin ulkan ilmiy merosni qoldirdi. 45 yoshga kirib vafot etdi. Ammo mana shu 45 yil Alloh taolo barakotli qilgan yillar edi. Agar yozib ketgan kitoblarini sanab o'tadigan bo'lsak, bitta dars yetmaydi deyapmiz. O'chirib tashagan daftarlari 1000 ta daftar bo'lsa, u kishining ilmi faqatgina o'zini asridagi musulmonlargagina emas, shu kunimizdagi musulmonlarga ham ulkan foydasi tegdi va inshaalloh qiyomatgacha keladigan musulmonlarga foydasi tegadi. Alloh azza va jalla Abu Zakariya Muhyiddin an-Navaviyni rahmat qilsin. Siz bilan bizni u ulug' zot bilan birga
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning majlisida Firdavsul a'loda jamlagan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum.